Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Hamma yaxshi niyatda halol mehnatda yurib bir joy olishim kerak degan ina shu 2026-yilda nasib etsin. Navbatdagi yangilikimiz Mutavvalli City'da joylashgan. Qaranglar, ina shu domimiz bitgan. To'liq 100% pishgan karvushdan, plus har bir kvartira uchun gazlar ham tushirilgan. Bir slot shpakulovkalari urilgan. Xullas, kelasidan bir ozgina remont etasidan to'g'ri ko'chib yashayverasiz. Qulayliklarga keladigan bo'lsak, yurtimizdagi gravashda o'zi katta o'zini stankasi bor, ya'ni mashinalarni bemalol qo'yib qo'yaverasizlar, muammosi bo'lmaydi. Deski plashatkasi hamma narsasi taxlan tutdi. Bu yerda green zonalarni уже elchalarni ekib, xullas 1-2 yil уже polniy bir bitadigan bo'lsa, yopiq mini shaharchada azatib yashayverasiz. Yopiq bo'lsa, no'siz o'rda sezda, misol bolalaringiz chiqadi, orqadan o'ynab yuraveradi. Mashin bo'lmaydi. Eng g'alonisi o'zingiz bir xavfsiz hududda yashaysiz. Hozir Xorazmda havo shunday buzlatib tutdi, shuning uchun kapyushonni kiyib obzorni davom etamiz. Endi bir alashtirmaysizlar. Yana bir zo'r tarafi, ber уже, ya'ni Xorazmni, ya'ni Urganchda mozzi to'shkasi bo'lib borayotir. Sababi, ko'rib turganingizdek, polniy city bo'lib ham yer qurilib turibdi, to'g'rimi? Eng g'alonisi Shovat kanal yaningizda-ku. Bu yerlar ham to'liq bitgandan keyin Toshkentda ko'pchilik boradigan Seul Munmi nera borasizlar-ku. Ana shu to'shli bellar ham shunday etib taxlanadi. Shuning uchun hozir misol tayyor kvartira chiqib turmoqda. Dokumentlari tayyor, ya'ni ishonchli kvartira chiqib turgan vaqtda xarid qilib qoling, biz esa sizni polniy icham bilan tanishtirib o'tamiz. Bu domimizda ko'rib turganingizdek, o'zi bir dona podez bor. Har bir etajda 6 donadan kvartira tushgan. Qulayliklarga keladigan bo'lsa, ko'rib turganingizdek, podezlarda naves atilgan. Plus ikkinchisi gengenatib zinalar taxlangan. Bu yon tarafda esa bemya jiyanni olgan vaqt kolyasiga yashab girizam ekan deb qiynalib o'tirmaydi. To'g'ri, bu yoqda kolyasika uchun maxsus joylari bor. Eng qiziqlisi inashorda bo'ladi. Podezda domofonli ustanovka qilingan, har bir kvartira mehmon kelgan vaqti galadidan bosib girsak bo'ladimi deb so'raydi, keyin girizib beradi. Ya'ni chujoy kishilar girib yurmaydi. Eng zo'r joylardan biri shu bo'ladi. Podezning ichini ham mo'shlisini ustanovka qilib qo'ydilar. Endi esa kelinglar podezning chan tarafdan ko'ramiz. Bu ko'rib turganingiz esa ina shu domimizning podez qismi bo'ladi. Podezda qaranglar, kengina, kattagina stadion bilan dengdesa ekan bo'ladi. Plus bellar ham to'liq travertindan chiqqan. Eng kerakli narsasi 8 etajli domda lift bo'lmasa azobku. Liftlar ham ustanovka qilingan, bosasiz, liftlar ham ishlab turibdi. Bemalol foydalanaverasiz. 10 odamdan bemalol ko'tarib beradi, sig'adan hazrat foydalansangiz bo'ladi. Va albatta, ko'rib turganingizdek, kvartiralarning eshigini keladigan bo'lsak, ajoyib eshiklar ustanovka qilingan, zamoklar ham antikvarniy deydi, qaranglar. Kartaslar açıladi duradi. Bu ko'rib turganingiz bir xonali 45 kvadrat metrli kvartiramiz bo'ladi. Gravashda shuni o'zini katta prixojnisi kutib oladi. To'g'riga yuradigan bo'lsangizda, chap qo'limizda sanuzeli bo'ladi. Sanuzel ham kengina qoldirilgan, bemalol foydalanaverasizlar. Sanuzeldan chiqadigan bo'lsak, to'g'rimizda oshxonamiz joylashgan bo'ladi. Oshxonamizda balkon ham bor. Shovat kanalga qarab turibdi, ezatib o'tiraverasizlar. Polniy gazlar tushgan, hamma narsasi taq turibdi. Va albatta xonamizga keladigan bo'lsak, bir xonamiz ham kengina qoldirilgan. Turishini qaranglar. 45 kvadrat metrli kattagina o'shanning bir xonali kvartirani ham sotib olsangizlar bo'ladi. Hamma kvartiramizda polniy devorlar bir slot shpakulovkadan chiqqan bo'ladi. Eng zo'r joylardan biri, hamma kvartiralarda polniy stechkasi oynadan etib taxlangan. Eng zo'r joylardan biri cho'pli pollar ham taxlangan. Ya'ni koridorda plus kuxnyada cho'pli pollar taxlanib turibdi. Boshqa xonalarda ne desangiz, har bir xonada registr uchun tochkalari tashab ketilgan. Kelib ovvora bo'lib o'tirmaysiz. Divonni chopishim kerak, boshqa ishlatishim kerak degan muammolar beda yo'q. Ko'rib turganingizdek, cho'pli pol desangiz, koridorlari to'liq cho'pli pol bilan jihozlangan, kuxnya ham cho'pli pol. Bu yerda yana kelasidan registrni ustanovka etib beraverasiz. Gazdan muammosi yo'q, svetdan muammosi yo'q, suvdan muammosi yo'q. Bir yengil remont etasiz, o'zingiz ham moslatib, hazratib yashab o'tiraverasiz. Ina bu manzaraga qarang, bellayna va biroz qishda bir boshqacha bo'lib daraxtlar ham oqarib turibdi. Yozda esa gum-guk, top-toza havo bo'ladi. Yoningizda yana Shovat kanali oqib turadi. Bedan xudo xolasa dom ochishadi, bog'chasi, poliklinikasi, xullas, bu yerning o'zining proyektini ko'rsangizlar, bir nima desam ekan bir. Menga shudan bir joy olmasam bo'lmaydi deb tutib olasiz. Aynan shu yerda yana tayyora bor. Baholari arzon chiqib turibdi. Nechun desa, hozirda endi bu yerda qurilish ketib turibdi-ku, berlar уже yana shahar bo'lib, go'zallashib ketgandan keyin avtomatik narxlar ko'tariladi.
Balkona keladigan bo'lsak, balkondan nirjavikadan taxlab qo'yibdilar. Pulni ayamay, bemalol uzoq yillar xizmat qilib beradi, xudo xolasa. Har bir kvartiraning o'zida balkoni bor, bemalol foydalanaverasizlar. Eshikdan kiraverishda prixojniy zonada уже simlar tayyor turibdi. Wi-Fi ham, domofonni ham tayyor. Kelasizdan remont etib ulaverasizdan, izzat foydalanib o'tiraverasiz. Menga sal kattaroq kerak edi desangizda, 55 kvadrat metrli 2 xonali yana ko'rib turgan ish kvartiramiz ham sotuvda bor. Kiraverishda shuning o'zini kattagina koridori kutib oladi, qarang, uzungina. И plus birinchi xonamiz spalnyamiz bo'ladi. Bu yerdan polniy stechkalari qilingan, bir sloy polniy shpakovkalari urilgan, registrlar uchun tochkalari qoldirilgan. Bemalol foydalanaverasizlar. Bu xonadan chiqib, koridorni to'rini o'tadigan bo'lsak, novxonabada bo'lasizlar. Albatta o'zlarimizda shu ham mehmonxonamiz, ya'ni zal bo'ladi. Zal ham kengina qoldirilgan, ko'rib turganingiz registr uchun tochkalari qoldirilgan va albatta shu zalimizning o'zida balkon ham bor. Balkon ham shahar qarab turibdi, qaranglar. Doğrudan ko'rib turganingiz Alibaba'ning truki bo'ladi. Ya'ni tandatsiyaning oldiga kiraverishda yana ishlarda polniy dom bo'lib, chiroyli bir city bo'lib turadi, hazzatib yashab o'tiraverasiz. Zaldan chiqaverishda ko'rib turganingizdek chap qo'limizda sanuzel joylashgan bo'ladi. Sanuzeldan ham bemalol joylari yetarlicha, hamma narsasi tayyor turibdi. Kelasizda remont etib bosib beraverasiz. Va albatta oshxonasi qani desangizda, oshxonasini ham ko'rib o'zingiz bahosini beraverasiz. Qaranglar, bu yerdan polniy suvlari, gazlari, hamma narsasi tayyor turibdi va oshxonaning o'zidan balkon bor. Bundan ham bemalol foydalanaverasizlar. Bu ko'rib turganingiz esa 75 kvadrat metrli kvartiramiz bo'ladi. Kattagina tip taxlangan. Kiraverishda o'zining shunday koridori bor, akkuratni taxlangan. Koridorda banisi отдельный, tualeti отдельный joylashgan bo'ladi. Aynan shundan to'ra o'tadigan bo'lsak, nima ekan bu yer desangizda, hol qismi bo'ladi. O'zlarimizning ham shevada aytganda dalan deymiz-ku. Ya'ni kengina dalani bor. Bu yerdan bemalol ustalarni ustanovka qilib, hazzatib oilaviy o'tirsangiz da bo'ladi. Keyingi eng katta xonamiz albatta kvartiramizning zali bo'ladi. Zal ham kengina qoldirilgan, qaranglar. Bellar ham to'liq, shpakovkasi urilgan. Registr uchun tochkalari tashalgan, stechkadan chiqib turibdi. Bu ko'rib turganingiz zalimiz bo'ladi. Aynan shu zalimizning o'zida balkon ham tushgan bo'ladi. Вообще zo'r komfortli deyman-ku. Keyingi xonamizga keladigan bo'lsak, qaranglar, chap qo'lda joylashgan bo'ladi. Bu yerimiz spalnyamiz bo'ladi. Spalnyani bemalol foydalanaverasizlar. Bu yerda ham shu gap shu. Stechkalari urilgan, shpakovkasi urilgan va albatta registr uchun tochkalari tashalgan bo'ladi. Va albatta buni kuxnyasi neda, ya'ni oshxonasi neda desangizda, oshxonasini qaranglar. Oshxona kengina etib qoldirilgan. Ya'ni bu yerda mebelni ustanovka etib ovqat pishirgandan keyin bu yon tarafida esa stol kursilarni qo'yib, bemalol oilaviy yeb ichib o'tirsangizlar ham bo'laveradi. Hamma kvartiramizda gazdan muammo yo'q, suvdan muammo yo'q. Bemalol hazzatib yashaydigan kvartiralardan biri bo'lgan. Bu esa eng katta kvartiramiz bo'ladi. Umumiy maydoni 95 kvadrat metrli bu kvartiramiz aynan sizga nasib etsin. Kiraverishda o'zining shunday koridori tushgan, koridorda ko'rib turganingizdek banisi отдельный, tualeti отдельный bo'ladi. Eng zo'r komfortlardan biri aynan shu bo'ladi, to'g'rimi? Stechkalari qilingan, ko'rib turganingizdek, kiraverishda yana bu yerda bir hol tushgan, ya'ni dalanamiz bo'ladi. Dalanam yana kengina bo'ladi, qaranglar. Izzat foydalanasizlar. Birinchi xonamizga keladigan bo'lsak, kattagina, kattalarning spalnyasi tushgan bo'ladi. Qaranglar, bu yerdan polniy bir sloy shpakovkasi, stechkasi va albatta registr uchun tochkalari tashlab o'tilgan bo'ladi. Bu birinchi spalnyamiz kattalar uchun bo'ladi. Aynan shuning yanında o'zlarimizning ham mehmondo'st xalq bo'lgan, xalqimizga yarashadigan kattagina zalimiz tushgan bo'ladi. Qaranglar. Aynan shu zalning o'zida balkondan tushgan bo'ladi. Balkondan chiqadigan bo'lsangiz, ana shunday manzarani ko'rib o'tirasiz. Qaranglar, shavatgan alam ko'rinib turadi. Xullas bir chiroyligina manzaraga ega bo'ladi. Yozning kuni bir eshikdan ochib ko'rsangiz, bir toza havo, shamol bir girit turadi. Kvartiralardan biri bo'ladi. Zalni ko'rdingizda, zaldan chiqaverishda o'ng qo'limizda yana bir xona tushirilgan bo'ladi. Bu aynan o'zlarimizning erkaklar uchun diski spalniy xonasi bo'ladi. Bu yerda hamma narsasi taxlanib turibdi. Va albatta oshxonani ichki yo'l desangizda, oshxona отдельный tema. Kattagina etib qoldirilgan, hech narsa qizg'anilmagan. Qaranglar, bu yerda polniy sho'tchiklar ustanovka qilingan, gazlari tushib turibdi, suvlaridan muammosi yo'q. Mebelni zo'ttirib ustanovka qilasiz. O'tiradigan stol kursilarini ham oldirib berasiz, oshxonaning o'zida zavtrak nuri beraverasiz.
Xullas, ko'rib turganlaringizdek domni sifatidan umuman gap yo'q. To'liq pishgan karishdan solingan, gazdan svetdan suvdan bombasi yo'q. Har bir kvartiraga gaz tushgan bo'ladi. O'zingiz uyingizni qizdirib, ajratib yashayverasiz. Plus teras salısı gerek deseniz yine teras salısı ham bor. Zo'r etib taxlangan, gengina joylar qoldirilgan. Xohlasangiz shuni etib ochib ketib qo'yasiz, xohlasangiz yopib tashlayverasizdan hazratib foydalanaverasiz. Bayonaqaradon bo'lsangiz Urganchning xudo xolasa eng mozza lokatsiyasidan biri bo'layotgan City sizga ko'rinib turadi. Shavot kanali bor. Xullas tinchgina joyda yopiq zonada hazratib yashayman desangizda egalarning nomerini qoldiramiz. Xohlasangiz subsidiya, xohlasangiz naqd pula xarid qilishlaringiz mumkin. Kvadraturasidan egalardan bo'lsak 7,5 million so'mga tutdilar va endi o'zingiz kelishaverasiz. 7,5 million so'm shokolad narx. Sababi ko'rganlaringizdek hamma kvartira to'liq bir silo shpakulovkadan chiqqan. Topli pollari taxlangan, ya'ni kuxnyada, koridorda topli pol qilingan. Verni rasodlaridan inobat olingan, stechkasi qilingan. Polni sho'tchiklari hamma narsasi taxlangan, liftlari, piflari hamma narsasi ishlat tutdi. Doğrusu yana bir ishonchli kvartira so'raydiganlar uchun aynan shuni sizlarga taklif etaman. Hammangizga toza joylar nasib etsin.